Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi adabiy anglatish programmamizda yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lanning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-qismini anglatishni boshlaymiz. Har ikki xonzoda marhum xon oliylarining o'z pushtidir. Qaysi taxtda o'tirsa o'xshash. Qo'limizdan ketib qolganiga 14 yil bo'lgan. Ota-bobolarimizning qadim taxtigoyi bo'lmish Qashqar shahrini qaytarib olganmiz. Barliq Turkiston lashkarlarini ixtiyorimga topshirsa oliylari Mo'g'ulistonga rasmiy lashkar zotaydi. Mashhur laqablari Xaqoni Said bo'lmish Shohruxxon oliylari shahodat sharobini ichib Allohning dargohiga ketib turdilar. Xonzoda Alauddavla isyon ko'tarib Hirot shahrini egildi. Ayyuhannas! Quloq solinglar, omuxar! Zamon! Zamon! Sulton Isak Bo'g'arxonning zamoni! Biz muham Xonish oliylarining farmoniga itoat qilamiz, dedi Said Ali olib Irazon barinning ko'ziga qarab turib. Ammo Xonish oliylarining saltanatning muhim, cho'ng ishlariga nuqul tuqqandorchilikni hisobga ilib, yotlarni aralashtirib olmaydiganligiga, yotlarning gapiga kirib, nizo adovatning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligiga ham ishonamiz. Saltanatning cho'ng, muhim ishlarining qurultoy orqali qaror qilinadiganligini, undaq bo'lmaydi ekan, behuda qon to'kilishga sabab bo'ladiganligini Xonish oliylarimi obdan biladi. Chunki bizlar ushbu saltanatning qonunliq amirlarimiz. Xonish oliylarini bizlar kim amirlarining qaroriga hurmat qiladi ham qo'llaydi degan umiddamiz. Perdining orqasidan Xonish Davlat Sulton Malikining yengil yo'talgan ovozi anglandi. Shu topda barliq amirlarning diqqati uningga markazlashgan edi. Xonish Davlat Sulton Malika qattiq tanqislikda qolgan edi. Albatta, u o'z o'g'lining taxt varisi bo'lishini chin yurigidan orzu qiladi. Texi tunugun kech tog'isi Irazon barin bilan ko'rishganda, "Garchi marhum xon oliylarining yana bir xonzodasi bo'lsa-mu, lekin o'g'lim Yunusxon cho'ng xonzodidir. Shunga taxtga albatta Yunusxon varislik qiladi. Amirlarning buningga boshqacha fikrda bo'lishi mumkin emas," deb muddaosini oshkoralagan hamda tog'isining "Menchimi shundoq bo'lishga tegishlik. Ammo taxt varisi belgilash ishida boshqalarning o'ziga tushliq maqsad muddaolari bo'lishi mumkin. Kichik xonzodimi bor emasmi? Mayli boshqalar nima desa desin. Sizlar xonzodlarni taxtda o'ltirg'izish ishida har qanday maslahat kengashga o'rin bermasizlar. Garchi qo'llarida amaliy huquq bo'lmasa-mu, cho'ng xonishlik martabalari bor. Sizlar bel qo'yatmasizlar. Boshqalarning boshqacha o'y-xiyollari bo'lsa-mu, yo'l qo'yishga majbur bo'ladi. Men-mu shahar sirtidagi qarorgohda turayotgan bir duman otliq lashkarim bilan hamdamda bo'laman, degan maslahatiga o'ylanmayla ma'qul bo'lgan edi. Ammo bugungi o'rda kengashida ahvol uning o'ylig'ining aksicha bo'ldi. Ulus-begi Mir Muhammad Shoh bilan Amir Kabir Said Ali olibning kichik xonzoda Eson Bo'g'axonning ta'rifini olganini ko'rib, dastlabda hong-tong qoldi. Ajablandi. Keyin ularning kichik Xonish Kuntura og'ichining dadisi bilan navra aksi ishganligini birdila esiga oldida, o'zining o'rdida haqiqatan yolg'iz ekanligini his qildi. Tog'isi Irazon barin bilan qattiq munozirlashgan Said Ali olibning
Garchi Yunusxon oliylari cho'ng xonzodi bo'lsa-mu, validasi ham ism sharifi yotdir. degan so'zlari yuragiga xanjar bo'lib urildi. Shu daqiqada Xonish Davlat Sulton Malikining o'g'li Yunus xonni ota taxtiga o'tirg'izish umidi butunlay yo'qqa chiqqan edi. Yenida hech ish bo'lmagandek bahramon o'ltirgan Kunturoq Xonishga qarab, vujudiga birdil yig'i o'lashdi. Lekin o'zini tutib oldi. U yig'i bilan hech ishning vujudga chiqmaydiganligini tushungan edi. Hokimiyatning eng cho'ng huquqini tutib turgan bu ikki amirning biri kichik xonzodining buvisi, yana biri navri tog'isi edi. Ular bilan qarshilashish Said Ali olib aytgandek behuda qon to'kilishga sabab bo'ladi. Baya Said Ali olib bu gapni uni ogohlantirib aytgan edi. Tog'isi Irazon borining qo'l ostidagi bir tuman Turkiston lashkari bilan necha tuman Mo'g'uliston lashkarlariga teng kelgili bo'lmaydi. Ish yomoniga tartib qolsa, behuda qon to'kilganini ozdab, o'g'lining jinini saqlab qololmaydi. Xonishning nupuziga qattiq ishongan Irazon borin o'rdadagi amirlarning ko'pinchisi Xonishni qo'llaydi. Cho'ng xonzodining taxt varisi bo'lishi qil sig'maydigan haqiqat deb cho'tni xato so'qib, ham qo'lidagi bir tuman lashkarga ishinib, oshundoq cho'ng so'zlagan. Ishning yomon oqibatini o'ylamagan edi. Said Ali olibni haqqoniyatchi, har qancha bo'lsa-mu, cho'ng xonzodini qayirib qo'yib, kichik xonzodini taxtda o'tirg'izish taklifini qo'llamaydi deb o'ylagan Xonish qattiq xatolashganligini, shu topda vaziyatning qil ustida turayotganligini his qildi. U sukut qilib turaveradigan bo'lsa, tog'isi Irazon borin Said Ali olibga hargiz yo'l qo'ymaydi. U chaqda kengash buzilib, dahshatli qirg'inchilik yuz beradi. Buning oqibatini mo'ljarlamak to'limi qiyin edi. Butkul xonliqning lashkari huquqini tutib turgan Said Ali olibga boshqa amirlarning ha deganda qarshi chiqalishi mumkin emas edi. Navoda cho'ng xonzodini taxtda o'tirg'iza olgan taqdirdami, texi andili 13 yoshga kirgan o'smirning hokimiyat ishlarining huddisidan chiqalishi notayin edi. Yanala ulus begi bilan Amir Kabirning og'ziga qarab qoladi. Navoda cho'ng xonzodining hayotiga xavf yetsa, talashgan toji taxit yanala tabiiy holda kichik xonzodiga qoladi. Xonishning taxtda o'tirgan o'g'lini ehtimolligi zo'r bo'lgan suiqasd, xim xatardan qo'g'dab qololishi ham notayin edi. Tog'isi Irazon borining bir tuman lashkarining Mo'g'uliston zaminida davomli turaverishi hamda bu ona bolani uzoqcha qo'g'day olishi mumkin emas edi. Mushularni xiyolidan o'tkazgan Xonish Davlat Sulton Malika hasratlik uhsindi. Bo'ldi, talashmanglar. Marhum xon oliylarining kirpikiga texi to'p qo'nmaylar. Taxt qo'g'az qilsak sat emasmi? Har ishga xonzoda marhum xon oliylarining o'z pushtidir. Qaysi taxtda o'ltirsa o'xshash. Ulus-begi hazratlari bilan Amir Kabir janoblari kichik xonzodani muvofiq ko'rgan bo'lsa, saltanatga shu pasibon bo'lib, otasining toji taxtiga varislik qilsin. Buninglik bilan cho'ng xonzoda taxt saltanatsiz qolmas. Endi bu ishlar to'g'riliq g'ovg'a ko'tarmagaysizlar. Xonish Davlat Sulton Malika gapini dab bo'lib, taqida orqasiga o'rilib, taxtning yenidagi yon eshik bilan shahnishindan chiqib ketdi. Xonishning chiqib ketganini ko'rgan Irazon borin bilan Mirak Turkman lassida bo'shashdi.
Әмді ularning Said Ali Olib bilan yana qarshilashishga yo'li qolmagan edi. Yursizlar sarkarda. Bizmi chiqib ketaylik? Dedi Erazan Barin Merek Türkmenga qarab boshqalarga anlatib turib so'zlab. Qo'lidagi huquq martabasiga tayinib, ojizlarga zo'mgarlik qilishni ravo ko'rgan. Adli adolat payxon bo'lgan bo'l dargohda endi bir daqiqa turishqimi taqtimiz yo'qdir. Yaratgan igisi adolatga o'zi homiy bo'lg'ay. Said Ali Olib lam jim demedi. Maqsad muddasiga to'liq yetgan bo'lsa-mu, g'olib tiqiga tantana qilib kulanmadi. Vicdan g'ururining oldida bechoralarcha so'roqqa tortilayotgan bu sarkardining yuragi shu topda kavobdek pijildayotdi. Chiroyi qizirib ketgan edi. Shundoq qilib, Sultan Uvays xonning ikkinchi xonzodasi 12 yoshlik Ison Bug'a xon Buyuk Mo'g'uliston taxtida o'tirishga muvaffaq bo'ldi. Yana 3 kundan keyin Xonish Davlat Sultan Maliki boshchiligida yo'lga chiqqan g'oyat zo'r karvon Turpan shahridan chiqib ketdi. Ularning kaynidan hech kim uzitib chiqmadi. Tugining ustiga o'rnatilgan hashamatlik bezalgan mahmilda o'tirgan Xonish ob-havosiga o'xshash mehri issiq bu shahardan ayrilishga ko'zi qiymagandek atrofga to'ymay qaraydi. Qiyniq surilgan surmisi yig'idan ishib qizirib ketgan ko'zlardagi mung hasratni yopolmagan edi. Isil qora arg'amoqqa minib olgan Xonzoda Yunusxon bo'lsa, pat-pat orqasiga qarab qo'yatdi. Mahkam turilgan qo'shonlari ostidagi chiroyli ko'zlari to'limi xiyolchan ko'rinadi. Balaliqi chiqib turgan chiroyidan nima uchun kindiq qini to'kilgan bu tuproqni tashlab ketmoqchi bo'lganligining sababini biladiganligi chiqib turadi. Lekin nimani xiyol qilayotganligini bilmak qiyin edi. Kichik xonzoda Ison Bug'a xonning taxtida o'ltirganiga qoyil bo'lmagan bir qism amirlarmi ularga agashgan bo'lib, ularmi butun jaddi jamoatini birga elib mangan edi. Bu g'oyat zo'r karvonni Erazan Barin bilan Merek Turkmenning bir tuman kishilik qo'shini qo'g'dab mangan edi. Milodiya 1430-yil. Ko'klam pasli. Havoning ilishiga agishib, Qashqar shahrining jam tomiri hisoblangan tuman daryosi bilan Qizil daryosiga agiz suyi kelishga boshlagan edi. Dehqonlar allaqachon at yoziq terilg'usini boshlayotgan. Etis qirlarda ko'k teriyotgan bolalar, qiz juvonlar mangdamda bir uchraydi. Shaharga sap tortib kirayotgan karvon tugillarining ko'ldirmalari tinimsiz jiringlab, qishdan beri xilili jimib qolgan bu qadimiy shaharning rastillarini qaytadan ovotlashtirishga boshlagan edi. Azaldan hunar kasib, savdo tijoratga mahir Qashqar xalqi bomdod namozdan keyinla ko'cha rastalarni, ho'yli do'konlarning oldini siyirib supurib, suv chechib kun chiqishdan avval bir kunlik tirikchilik mashg'ulotini boshlayotgan edi. Mirzo Xo'ja Sharif Qashqari isyon ko'tarib, Amir Said Ahmad Mirzoni qo'g'lab chiqarib, Qashqarni Mirzo Ulug'bekka qo'sh qo'llab sungandan beri Mirzo Ulug'bek tarafidan Qashqarning amirligiga tayinlangan Sultan Malik Do'g'latga qarshi bir qancha qitimliq to'plarni hisobga olmaganda Qashqar shahrida cho'ngroq jangi jadal, urush qirg'inchilik yuz bermadi. Ammo Qashqarning yerlik aholisi
bek törilleri bilan Samarqanddan kelgan sarkarda lashkarlar orasida surkilish pat-pat yuz berib turadi. Qashqarning ma'muriy va lashkariy huquqini qo'lida tutib turgan Sulton Malik To'g'lat yerliklarga nisbatan qattiq boshqurish, Qashqarni muhofazat qilib turgan Samarqand lashkarlariga nisbatan ixtiyoriga qo'yib etish, royiga berish siyosatini yurgizgan edi. Qashqarni kontrol qilib turgan bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlari turmush lozimatliklarini o'zi xohlagan bahoda setib oladi. Yerlik kishilarning meliga baho qo'yish, baho talashish huquqi yo'q edi. Ko'ziga chiroyli ko'ringan qiz juvonlarga xohlagancha badqiliqlik qiladi. Shu sababli qiz juvonlar yuraklik holda ko'cha rastlarga chiqolmaydigan bo'lib qolgan edi. Hatto aralab degudek Samarqand lashkarlari bilan yerlik kishilar o'ttirsida surkilish yuz berib turadi. Ammo bu majralar yerliklarning ziyon tortishi badiliga besiq turiladi. Bu tangsizlikka chidamagan Qashqar xalqi Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek huzuriga to'xtamay arznoma avatdi. Mirzo Ulug'bek Qashqar xalqini xotirjam qilish uchun Sulton Malik To'g'latni Samarqandga yondirib kelib, uning o'rniga Pirhoji Muhammad Shoyastani Qashqarga amr qilib avatdi. Pirhoji Muhammad Shoyasta Qashqarga kelgandan keyin Samarqand lashkarlariga bo'lgan boshqurishni xeyli kuchaytirdi. Yerlik kishilarning arz-dodini otillik bilan so'radi. Bu mezgilda Sulton Uvaysxon Mo'ng'ullarga qarshi jang qilish bilan bo'lib ketib, Qashqarni qaytarib olishga lashkar avatolmadi. Shu sababli Qashqar xalqining Samarqand saltanatining istilojiligiga qarshi harakatlari xeyli pastgo'yga tushib qolgan edi. Issiqko'l vodiysidagi jangda Sulton Uvaysxonning qilichidan ming tasda qutulib qolgan Mirza Sotuxxon Andijonga bekinib olgandan keyin yov ahvolini tintinglash uchun avatgan oyg'oqchilaridan Sulton Uvaysxonning qazo qilganligi sababli sarkarda lashkarlarning chekinganlik xabarini anglab, raqibidan ziyoda ehtiyot qilib, oldirab tinab Andijonga bekinib olib, fursatni qo'ldan berib qo'yganligiga to'limi o'kindi. Albatta, bu ahvoldan Mirzo Ulug'bekka aynan ma'lumot yetkazsa, jazoga tortiladi. Shunga Mirzo Ulug'bekka Sulton Uvaysxonni o'z qo'lim bilan o'ldirib, Mo'g'uliston lashkarlarini butunlay tarmar qildim deb ma'lumot yo'lladi. Bu ma'lumotga ishongan Mirzo Ulug'bek Mo'g'uliston sarkardalarining xonning qisosini elish uchun barliq kuchini to'plab Qashqarga hujum qilishidan ansirab, Sotuxxonga darhol Qashqarni mudofaa qilish farmoni tushirdi. Farmonni topshirib olgan Sotuxxon bosh bahorda Qashqarga yetib keldi. Shuning bilan Sulton Uvaysxonni Mirza Sotuxxonning o'ldirganligi haqidagi xabar butkul Qashqarga pur ketdi. Aslida Sulton Uvaysxonning Issiqko'l vodisida Mirza Ulug'bekning sarkarda lashkarlari bilan jang qilayotganligidan xabar topgan Qashqar xalqi pat yaqinda uning Qashqarni qaytirib olib, o'zlarini istilochilarning zulmidan qutuldirib oladiganligiga ishonch bog'lab, zo'r umidda bo'lgan edi. Kutmaganda yana bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlarining Qashqarga yetib kelishi bilan tang tarqalgan bu shum xabar ularning orzu umidlarini ko'pikka aylantiribdi. Anglashdimi? Sulton Uvaysxon oliylari qazo qildi. Issiqko'ldagi jangda Samarqand lashkarlaridan qattiq yengilib qoptimish. O'lishgan shaharga kirganlar xon lashkarlarini yengib olgan g'oliblarmish. Xudo, beshimizga yana qandoq eg'ir kunlar kelar endi.
Shuni deysizlar. Necha yildan beri Samarqand lashkarlarini bequvvatqinimiz oz kelgandak, yana bir potmon lashkar keldi ayna. Topshiradigan olvon siliqlarimiz ko'paydigan bo'ldi-da. Jambaqmaq tez kishidigan o'xshaydi. Sulton Uvaysxon oliylari to'limi adolatli podshoh ekanmish. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay ilohim. Yaratgan Alloh egam Samarqandliklarning zulmidan o'zi qutuldirg'ay ilohim. Jannat makon xon oliylarini Samarqandliklarning Sotuxxon otliq sarkardisi o'ltiribdimish. Xudoyim jozisini berar ol Sotuxxonning. Manga qaylislar maqsum. Xudodan tilab yuramdoqmi shundoq? Ha? Amza, bizning qo'limizdan nima keladi? Shuni deysizlar, xon oliylarimi tankilangan tursa ularga. Qoraquul Ahmad Mirzo bo'lgan bo'lsa-mu, bir ish ta'virtatdi. Rost, Qoraquul Ahmad Mirzo g'oyib bo'lib ketdi-ya ajab. Samarqandga ketibdimish. Yo'q, Makkaga ketibdimish. Bir Hoji Muhammad shoyasda nurg'un oltin kumush yo'lliq tutib, haj safariga mang'izibdimish. Tova! Qoraquul Ahmad Mirzodek bahodir kishi oltin kumushga setilgan bo'lsa, bizda umid qolmabdi. Haqning fitna bozotirga ishonmasizlar, hojim. Qoraquul Ahmad Mirzo oltin kumushga setiladigan odam emas. Qandoqlikni bir Alloh biladi, juma. Samarqand lashkarlarining zulmi yana ko'paydigan bo'ldi. Har holda xotin qizlarimizga yezi bo'layli. Bir yaxshilik bo'lib qolar. Alloh egam bandisiga zulmni bir umr ravo ko'rmas. Shundoq Allohning amrisiz qil tavirmaydi. Sotuxxonning Qashqarga kelishi bilan boshlangan bu bosh oxiri yo'q paranglar bir necha kundan keyin asta besiqib qoldi. Ammo kishilarning chiroyidagi vahima, ko'zlaridagi tashvish yo'qolmagan edi. Qashqar xalqi texmi ehtiyotchan bo'lib qolgan edi. Gugum mazgili. Tuman daryosi bo'yiga joylashgan Ko'zichi Yorbeshi mahallasi odatdan tashqari tim tasliqqa cho'mgan edi. Odatdagi shahar aholisining ho'ylilaridan ancha farqlanib ketmaydigan qo'roning oddiy saramjonlashtirilgan mehmonxonasida bir-biridan baslik kelgan 6 yigit o'ttirg'i silingan dasturxonni cho'ridab o'tirishadi. Dasturxonda bir necha taqsi quruq yal yemishdan boshqa bir misliganda qo'y go'shi, yana bir yog'och tovoqda to'g'ri go'shi bor edi. Mehmonlarning g'izogi toza tavi yo'qmi? Tuzuk yeyilmagan go'shlar allaqachon sovib qolgan edi. Ular qilishadigan parang'i tugab qoldimi yoki yana biror hamrohini saqlayotganmi? Aytavur tinsiz o'ltirishadi. Mehmonxonani chivin ussa anglangudek jimjitlik bosgan edi. Shu asnoda 50 yoshlar o'pcho'risidagi qarimutuq, do'g'loq kelgan bir kishi Patnusni 2 hijri uyg'uri ko'tirib kirib keldi-da, Patnusni avval o'ng tarafdagi mehmonga tutdi. Qani olsizlar, bir qo'shiqdan uyg'uri ishkashtirayli. Mehmonlar uyg'uri usulgan hijrni 2 qo'llab avaylab elib, dasturxonga qo'ydi. Do'g'loq kishi chiqib ketib, hayal o'tmay Patnusni yana 2 hijri uyg'uri ko'tirib kirib, yana 2 mehmonning oldiga hurmat bilan tutdi.
shu yo'sinda mehmonlarning oldiga bir hijirdan ugri keltirdi. Go'shtning sho'rpisiga chamg'ur, savza, yumg'oq sut selib choshdek kesib etilgan ugra to'limi o'xshagan edi. Mehmonlar alsila, baqsila deyishgandan keyin hijirni qo'llariga elib, ugrini yog'och qo'shiq bilan oldirmay ichishga boshladi. Ang oxirida o'zigimi bir hijir osh ko'tirib kirgan Saibxon asta kelib payqadi. Supining levida o'ltirdi. Chiroylaridan allaqandoq taqasoliq chiqib turgan yigitlarga qarab, eg'iz ochdi. Mirzo ajab kechikib qoldi o'tang. O'lgirib kelgan bo'lsa, birchini issiq osh ichib oladi. Kelib qolar. Dedi to'rda o'ltirgan tumarchi burut qo'yib olgan yigit. Biror ish bilan hayol bo'lib qolgan chig'i. Ular tarlab o'ltirib bir hijir ugrini ichib tugatgan vaqtda ishik tuvida 40-50 yoshlar chamisidagi qo'shumi qoshliq, qonxarliq, ko'kuch ko'zlari to'limi o'tkir, shop burutlari misrang chiroyiga xo'ymi yarashgan bastlik, tambal kelgan bir kishi assalomu alaykum deganicha paydo bo'ldi. Avval Saibxona, ondan keyin mehmon yigitlar durrida o'rinlaridan turib va alaykum assalom deyishganicha salomni ilik elib hurmat bildirishdi. Bu yigit Mirza Sotixon lashkarlarini boshlab Qashqarga kelganda Qashqar xalqi ismini tilga elib berkin qilishgan Qoraquul Ahmad Mirza edi. Qoraquul Ahmad Mirza avval Sohibxona bilan, keyin mehmon yigitlar bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Ahvol so'rashdi. Yigitlar uni taklif qilib to'rga o'ltirg'izishdi. U to'rga joylashib o'ltirib olgandan keyin duoga qo'l ko'tarib Fatiha o'qidi. Ondan o'ltirganlardan qaytadan omonlik so'radi. Shu arada Saibxona chiqib ketib, Patnusda bir hijir ugri ko'tirib kirdi. Qani, olsizlar mirzam. Shug'inisi osh ozroq so'yab qopti. Dedi Patnusni tanglab. Rahmat. Dedi Qoraquul Ahmad Mirza hijirni qo'liga elib. Atigan otalar bilan noshta qilgancha qo'sqim xo'yma oshqan edi. Qani xo'sh, oshqa kelili. Xo'sh, qani baqsizlar. Deyishdi mehmonlar. Qoraquul Ahmad Mirza oshni ichib bo'lgacha hech kim gap qilmadi. Bu yoqqa menga aydab tursam, ostonaga mang'uzg'on oyoqchi qaytib keldi. Dedi Qoraquul Ahmad Mirza quruq hijirni dasturxonga qo'yib turib. Yana bir qo'shiq osh akiray. Dedi Saibxona Qoraquul Ahmad Mirzaning so'zini bo'lib. Rahmat. Amde osh akirmisizlar. Dedi Qoraquul Ahmad Mirza yo'g'on olqonlari bilan hijirning og'zini yepib turib. Saibxona qayta zo'rlamadi. Amsa go'shtga eg'iz taksizlar. So'q go'sht yeyishlik bo'ladi. Qo'llariga suv berishni unutibman. Saibxona das o'rnidan turib, ishik tuvidagi obtuvat chilopchani elib, Qoraquul Ahmad Mirzaning qo'liga suv berdi. Qo'lini chayqab olgan Qoraquul Ahmad Mirza legandan bir parcha go'shtni elib turib, hamrohlariga yuzlandi. Ikkinchi xonzoda Ison Bug'oxon marhum xon otasining taxtiga voris qilib, sultonlik tojini kiyibdi. Ajab ish. Taxtga cho'ng xonzoda o'ltirmay, kichik xonzoda o'ltiribdi-ya. Dedi oqseriq kelgan yigit Mirzaning gapini bo'lib. Man kichik xonzodaning taxtda o'ltirishini oldin ola pamlagan.
dedi Qoraquul Ahmad Mirzo bir luqma go'shtni chaynab yutayotgandan keyin. Chunki kichik xonzoda Ison Bug'oxon Ulug'bek Mir Muhammad Shoh hazratlariga navra Amir Kabir Said Ali Olibga jiyan keladi. Cho'ng xonzoda Yunusbek sultonning bo'lsa, o'rnida Xonish validasidan boshqa bir mugulanchiki yo'q. Bo'lsa Amir Shayx Nuriddin Oliylar bo'lsa, Iroq Turkistondadir. Aros Amir Shayx Nuriddin Oliylari marhum Sulton Uvaysxon oliylariga ko'maklashish uchun inisi Mirza Irozam Borim bilan sarkardisi Merak Turkmanni bir tuman lashkar bilan Issiqko'l vodiysiga avatgan ekan. Xon oliylari qazo qilgandan keyin ular Ostonaga borgan o'xshaydi. O'rdadagi kengashda taxt varisini belgilash ishida ular g'ovg'a ko'tarib, Ulug'bek Mir Muhammad Shoh hazratlari bilan Amir Kabir Said Ali Olibga xeylida toptani qilganligi ma'lum. Oxirgi hisobda Xonish Davlat Sulton Malika kichik xonzodaning taxtda o'tirishiga yo'l qo'yib, g'ovg'ani besiqtiribdi. Hamda cho'ng xonzodani ilib, turpandan chiqib ketibdi. Xonishning nega ketganligidan ma'lumot bormi? Bunisi texi noma'lum. Ba'zilar Xonishni Turkistonga otasining dargohiga ketibdi deyishyapti. Yana ba'zilar Irozam Borim bilan Merak Turkman xonzoda Yunusbek sultonni ilib Mirza Ulug'bekga arz qilish uchun Samarqand ketibdi deyishyapti. Bu ish Mirza Ulug'bekga bahona bo'lib bermas bo'ladi. Qandoq deydilar? Mirza Ulug'bek cho'ng xonzodagi taxtni ilib berishni bahona qilib, Turponga lashkar tatib qolarmikin deyman, ha? Dedi ko'z chiroy yopma qopoq yigit. Mushundoqmi qilarmi? So'radi oq pishmoq yuzida tortiqu bor yigit. Bir nima deb bo'lmaydi. Dedi ko'z chiroy yigit. Anglashimcha, Irozam Borin Mirza Ulug'bekning cho'ng xonzodasi Abdullatif Mirzaga qizini bergan ekan. Mirza Ulug'bek bu qudisining yuzini qilmagandimi? O'g'lining talabini yerda qo'ymas deyman. Eng muhimi, hukmdorlar tasarruf doirasini kengaytirish, qo'shnilarning zaminini istilo qilish uchun bahona izlaydi emasmi? Cho'ng xonzoda Yunusbek sultonning u yoqlarga berishi uning qo'ymi bilan bahona bo'lib berishi mumkin. Notayin, dedi Qoraquul Ahmad Mirzo o'ylangan holda. Ta'mimcha Mirza Ulug'bek 13 yoshlik bir go'dak xonzodani da hargiz tavakkul qilmaydi. Hozircha Qashqarni tasarrufiga olg'iniga qanoat qilishi mumkin. Uning sizmi Mirza Ulug'bekning ko'ngli toza xotirjam emasmish. Samarqand o'limolari Mirza Ulug'bekning falakiyot ilmiga ziyoda maftun bo'lib ketib, Allohga shak keltirgan dahriyligiga norozi ekan. Anglashimcha, Mirza Ulug'bek kechalari uxlamay, usturlab deydigan bir asbob bilan osmonga qarab yulduzlarni ko'zitarmish. Ordusig'imi sapli o'ziga o'xshash dahriylarni yig'ib olganmish. Yo Parvardigor, sepi o'zidan muddatli bu. Dedi sohibxona yoqsini tutib. Ol Dahriy sultonning ishini qo'yib, o'zimizning gapiga kelayli. Dedi Qoraquul Ahmad Mirzo o'ltirganlarga tekshi nazar tashlab. Hammalarga ma'lum. Munofiq Xo'ja Sharif Mirzo isyon ko'tarib Qashqarni Samarqand taxtigoyiga tava qilgandan beri g'ururimiz poyxon bo'lib, dard hasrat ilkiri yashab kelyapmiz. Avom raiyat bu qor kunlardan qutulishga tashna bo'lmoqda. Garchi ol tajovuzchilarga qarshi bir necha navbat ko'tarilib chiqqan bo'lsaqmi, muntazam mahorat tarbiyasi ko'rgan lashkarlarimiz bo'lmag'achqa, Samarqand lashkarlariga tankilanmay, Sulton Malik Tug'lotning qattiq bostirib, qirg'in qilishiga duchor bo'ldik. Yana texi o'z yurtimizda oshkor yurolmay,
taqib ostida mökünüp yurishga majbur bo'lyapmiz. Ala bugungi kunga kelganda ko'tarolmasang sangilitib ol degandek Mirza Sodiqxon yana bir tuman lashkar boshlab keldi. Ular Sultan Uvaysxon olilarini shahid qilganni ozdab, tap tortmay ko'ranglayotdi. Endi bu qon qisosga sukut qilib turaversak, bu xo'rliqqa beshimizni ichimizga tiqib chidaversak, yigitligimizga zinhor xo'p kelmas. Har birlarini uzundan beri mushkulotlarda sinalgan birodarlarim, shundaqla onasi o'jigiga shumak silib baqqan haqiqiy o'g'il bola erkak deb bilganligim uchun Bo'ldosxonga alohida jam qildim. Gapni ochiqla daviray. Men Mirza Sodiqxonni o'ldirib, marhum Jannat makon xon olilarining qisosini olmoqchi. Hamda o'l bosqinchilarga Qashqar yigitlarining uncha yavash, savrchan emasligini bildirib qo'ymoqchi. Bilmadim, har birlarining kamini bilan ko'maklashishga jur'ati bormikin? Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Tayinli qo'l solgandan keyin bir Hoji Muhammad shoirsinimi biroq joylab o'tmaymizmi Mirzo? Sarkarlardan ayrilgan lashkarlar o'zligidagi Qashqarni tashlab Samarqandga ketdi. Biz azaldan sarkarli sarvozlarimizdan lashkargohda har qanday fosiqlik, buzuqchilik qilishiga yo'l qo'ygan emasmiz. Sen bilan so'zlashib o'tirishga vaqtim yo'q. Yo'l topda senden merhum Cennet Makan xon oliylarining xun qismasini olsam mı bo'ldi?